Hammaga assalomu alaykum. Kiberkalkan ilovasini telefonga qanaqa qilib stanovka qiladi va qanaqa qilib faollashtirish haqida hozir men sizlarga video qo'llanma qilib tushuntirib beraman. Bu ilova Android telefonlar uchun moslashgan bo'lib, avvalasi Play Marketda kiberkalkan deb yozish kerak bo'ladi. Ilova chiqadi. Ko'rib turganinglardek logotipda ari tasvirlangan bo'lib, yashil, sariq ranglardan bezatilgan. Ilovani stanovka qilasiz va ochish tugmasini bosib ichiga kirish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda batareya sarfini optimal to'xtatilsinmi degan ma'noda chiqadi. Bu yerda ruxsat tugmasini bosishingiz kerak. Men o'zbek tilida qilib misolida tushuntirib beraman. Oferta shartlari bo'ladi. Tepaga yuqoriga chiqarib, oxirida roziman tugmasini bosish kerak. Bu yerda eng birinchi umumiy tekshiruv tugmasini bosib, umumiy ruxsatlarni berib qo'yish kerak bo'ladi. Shunda telefoninglarni umumiy xavfdan himoya qilish maqsadida do'st bo'ladi. Ana undan keyin tezkor tekshiruv tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. 100% bo'lgandan keyin ilova to'liq faollashadi. Xo'p, ilova nimalarni himoya qiladi? Ya'ni kiberkalkan ilovasi eng avvalasi sizga jo'natilgan APK fayllar, undan tashqari zararli ssilkalar, kameraga ulanishga bo'lgan ruxsatlarni to'xtatadi. Undan tashqari ovoz yozuv, ya'ni sizdagi yashirin tinglashni to'xtatadi. Viruslar, ko'zga ko'rinmaydigan xavflar, firibgar saytlar, xavfli linklarni bloklaydi. SMS xabarlar, kod o'g'irlashdan himoya qiladi. Parollar, ya'ni akkaunt o'g'irlashga qarshi himoya qiladi. Undan tashqari yashirin ilovalar bor. Uni siz bilmaysiz, telefoningizga balki o'rnatilgandir ham. Shu ilovalarni ham to'xtatadi. Eng muhim tomoni sizdan yashirin pul yetish yo'llarini aniqlaydi. Ilovani hoziroq o'rnatib oling. Qo'shimcha savollarni izohlarda yozib qoldiring. Hammaga assalomu alaykum. Kiberkalkan ilovasini telefonga qanaqa qilib stanovka qiladi va qanaqa qilib faollashtirish haqida hozir men sizlarga video qo'llanma qilib tushuntirib beraman. Bu ilova Android telefonlar uchun moslashgan bo'lib, avvalasi Play Marketda kiberkalkan deb yozish kerak bo'ladi. Ilova chiqadi. Ko'rib turganinglardek logotipda ari tasvirlangan bo'lib, yashil, sariq ranglardan bezatilgan. Ilovani stanovka qilasiz va ochish tugmasini bosib ichiga kirish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda batareya sarfini optimal to'xtatilsinmi degan ma'noda chiqadi. Bu yerda ruxsat tugmasini bosishingiz kerak. Men o'zbek tilida qilib misolida tushuntirib beraman. Oferta shartlari bo'ladi. Tepaga yuqoriga chiqarib, oxirida roziman tugmasini bosish kerak. Bu yerda eng birinchi umumiy tekshiruv tugmasini bosib, umumiy ruxsatlarni berib qo'yish kerak bo'ladi. Shunda telefoninglarni umumiy xavfdan himoya qilish maqsadida do'st bo'ladi. Ana undan keyin tezkor tekshiruv tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. 100% bo'lgandan keyin ilova to'liq faollashadi. Xo'p, ilova nimalarni himoya qiladi? Ya'ni kiberkalkan ilovasi eng avvalasi sizga jo'natilgan APK fayllar, undan tashqari zararli ssilkalar, kameraga ulanishga bo'lgan ruxsatlarni to'xtatadi. Undan tashqari ovoz yozuv, ya'ni sizdagi yashirin tinglashni to'xtatadi. Viruslar, ko'zga ko'rinmaydigan xavflar, firibgar saytlar, xavfli linklarni bloklaydi.